Eshitmayapsanmi? Sonlar zo'rmi? Mana Buxoroga ham yetib keldik nasib bo'lsa, mana shaharga. Yana hozir bir notariusga boramiz. Avtomobilga o'tkazib, Beran nomiga to'y tantana bilan topshiramiz. Mana Buxoroga yetib keldik. Buxoro shahar. Joylar Buxoroda. Ana akam bo'lasiz, mashinangiz keldi, yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zinglar tinchmisizlar? Mana Mustafa assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka assalomu alaykum. Mana mashinacha yetib keldi mana. Mana yetib keldik nasib bo'lsa, choydan qo'ydim. Hammasi joy-joyida. Restoran mana egatomda bir notariusga chiqdik. Hammasi qanday bo'ladi? Qancha turadi aka? Yo'l yomon ekan, yo'l. Akalar, yo'l yomon ekan. Jondor tomoni Somonchi qishlog'iga keldik. Mana. Mana ko'rsatdim. Mashina ko'rsatdim, mashina. Mashina kerak. Erta mashinaga tayyorgina bo'l. Hayotda aka to'g'risi, kampirasiz, savdochimi? Qanday bo'ldi? Masalalar, mana qishlog'imizga yana bir mashina yetib keldi mana masalasi. Chiroyli mashina yetib keldi. Akam Damas yutgan ekan. Ikkinchi kundadir Damas yutgan ekan, endi turda yetsa yo'q. Akam bo'ladi biladi endi. Akam oshnasi bilan raqib yutgan ekan. Qanday bu kayfiyatlar qanday? Nima kayfiyat? Yaxshi, rahmat sizlarga. Mustafa sizga ham rahmat. Keling. Gapiring. Saldovichcha. Keling Mustafa choy qilamiz. Zo'rakanda gapiring. Ha, zo'rakanda bu akam bilan. Ramazonga chaqiraveragan-da. Tinglar. Ha, gap yo'q. Negativlar hammasiga nima alangalik salomlar. Hammaga omad, like, podpiska bosib qo'yingda. Rahmat. Mayli aka. Assalomu alaykum. Akamizning otasi bo'ladi, akamizning o'shasi. Qati yaxshi, Alloh hammasi ishonarli ekan. Katta rahmat sizlarga. Hammasi joy-joydami bu? Joy-joydami? Buyursin, buyursin bu. Hammasi. Qishloqdoshlar, o'ynang, ana bunday mashina yetasana bugun bizning nabiramizga mashina o'ynabdi. Iloyim bunga yana nasib bo'lsa o'ynasa, yana chiqar, nasib bo'lsa yana kelar. Xudo nasib qilsin. Xudo yo'q bersin sizlarga, ishlaringizga omadini bersin. Amma sog' bo'linglar. Akam bo'lasiga nima? Akam bo'lasiz. Akam bilasiz ko'rsatuvdi. Akam bo'lasiga, akam bo'lasiz. Mana bo'lmasa, ha. Mana bo'lmasa mashina yutdi mana. U bu yoqda o'g'illari yutgan ekan, o'g'illari yutgan ekan. Mana otasiga topshiramiz, buvaga. Bu nomizga o'tdimi? O'tdi, rahmat. Hammasi joyidami? Kamchilik yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q ekan. Akam bo'lasiz nima? Akam bo'lasiz, shuni tashkil etganlarga katta rahmat. Ishonarli o'yin ekan. O'ynanglar, yutinglar. Hammalar joylarga yaxshi shunaqa kunlar ko'paysin. Mana. Gapiring mana. Olaring. Yaqinroq. Ajoyib kun ekan jonimiz uyda. Mana shu yutuqlar muborak bo'lsin deymiz. Bu yutuqlar Ilohim hammaga nasib etsin, ko'pchilikka nasib etsin. Mana shuni tashkil qilgan kishilarga kattadan katta rahmat. Akmal akam bo'lasiz. Qolgan akam bo'lasiz. Tashkilotlarga ham kattakon rahmat. Ming rahmat xush kelibsizlar deymiz yana. Rahmat sizlarga ukajon. Ana bu o'yinni tashkil qilganlarga katta rahmat. Akam bo'lasiz, tashkil qilib shu yutuqlarga erishdi. Bu bizning qishloqqa qarab o'yinchi mashina yutug'i. Qaysi qishloq? Somonchoq. Buxoro rayoni. Buxoro Jondor. Shu mahallasi Somonchiq qishlog'i. Ismasa o'yinchi yutuq.
Ha, buyursun, buyursun. Rahmat sizlarga. Gapiring qani akam? Ana sizlar. Nima deyman? Avvalambor xush kelibsizlar. Anajonimiz akam naqaga o'ynabdi, yutibdi. Hammaga omad bersin. Sizlarga ham rahmat. Gapiring qani? Vaziyat ham shu. Sog'lik, tinchlik bo'lsin, mana bu yutuqlar muborak bo'lsin. Samonchiqqa 10-chi mashina ekan. Akam bilasini tashkil qilganlarga rahmat. Yigitlar o'ynanglar, yutinglar. Aka. Rahmat. Kalt ko'taring endi, kaltlar. Xola gapiring endi, nima bo'ldi? Xursandchilik nima? Akam bo'lasa nima gap? Xursand. Akam bilasiz. Qarshi Buni tashkil qilganlarga ham rahmat. Biz ish olmagandik, to'g'risi. Yo'q. Haqiqatan birinchi aprelga rostdan ham ish olmagandik. Haqiqatan. Ana taqdiri 1-aprelda keldi mana. Haqiqatan rahmat sizlarga. Yana ko'pchilik o'ynasa ham armon qilmaydi. Ha. Obunachilarga nima deysiz? Mana bu qo'llab-quvvatlagan, masalan, hamma ham qo'llab-quvvatlab oyoqanda, hamma rizqini qo'shgan pulini. O'ynanglar deyman-da, yutinglar sizlar ham. Hamma xonadonga shu quvonchlikni Xudo yetkazsin. Nasib bo'lsa. Gapiring qani xola? O'lim. Kim gapiradi? Gapirasizmi? Ana, gapiring yanga. Onasimisiz? Yanga gapiring. Jahonjon muborak bo'lsin bacham. Bundan ham ziyodalarga erishish nasib qilsin senga. Bundan yaxshigina uylar olib, huzur halovatda yashagin ilohim. Mehnat qilgan qo'ylaring dard ko'rmasin deb Xudodan doim so'rayman. Sizlarga ham katta rahmat ukajon. Doim sog' bo'linglar, ishlaringizga ham omad sizlarni ham. Aytganingiz. O'ynanglar hammalaringiz ham yetinglar ilohim. Allohim ko'p. Barakasin ber ona. Mashinalar tayyorlanib o'tsin. Aka gapiring qani, mana shu akam bir damoz yutgan ekan. Samoningizga rahmat. Akam bo'lasan qachon damoz yutdingiz aka? Bir damoz yutdingiz endi, bir ayting. 2 yil oldinda. Ha. 2 yil bo'ldi. O'ynab ketdik, jahon. Mana qo'shdim bo'ladi. Ha, gap yo'q. Shu akam og'im o'qillagan ekan damoz. Birinchi olib kelgan hammaga. Gap yo'q. Mana. Xola gapiring endi, nima bo'ldi? Xursandchilik nima? Akam bo'lasa nima gap? Xursand. Akam bilasiz. Qarshi Buni tashkil qilganlarga ham rahmat. Biz ish olmagandik, to'g'risi. Yo'q. Haqiqatan birinchi aprelga rostdan ham ish olmagandik. Haqiqatan. Ana taqdiri 1-aprelda keldi mana. Haqiqatan rahmat sizlarga. Yana ko'pchilik o'ynasa ham armon qilmaydi. Ha. Obunachilarga nima deysiz? Mana bu qo'llab-quvvatlagan, masalan, hamma ham qo'llab-quvvatlab oyoqanda, hamma rizqini qo'shgan pulini. O'ynanglar deyman-da, yutinglar sizlar ham. Hamma xonadonga shu quvonchlikni Xudo yetkazsin. Nasib bo'lsa. Gapiring qani xola? O'lim. Kim gapiradi? Gapirasizmi? Ana, gapiring yanga. Onasimisiz? Yanga gapiring. Jahonjon muborak bo'lsin bacham. Bundan ham ziyodalarga erishish nasib qilsin senga. Bundan yaxshigina uylar olib, huzur halovatda yashagin ilohim. Mehnat qilgan qo'ylaring dard ko'rmasin deb Xudodan doim so'rayman. Sizlarga ham katta rahmat ukajon. Doim sog' bo'linglar, ishlaringizga ham omad sizlarni ham. Aytganingiz. O'ynanglar hammalaringiz ham yetinglar ilohim. Allohim ko'p. Barakasin ber ona. Mashinalar tayyorlanib o'tsin. Aka gapiring qani, mana shu akam bir damoz yutgan ekan. Samoningizga rahmat. Akam bo'lasan qachon damoz yutdingiz aka? Bir damoz yutdingiz endi, bir ayting. 2 yil oldinda. Ha. 2 yil bo'ldi. O'ynab ketdik, jahon. Mana qo'shdim bo'ladi. Ha, gap yo'q. Shu akam og'im o'qillagan ekan damoz. Birinchi olib kelgan hammaga. Gap yo'q.